O'zbekistonda juda ham ko'p zararli ovqatlarni iste'mol qilamiz, lekin shunga qaramasdan har bir oilada har kun bolalarga qo'shimcha vitaminlar berish shart deb o'ylayman. Hech bo'lmaganda bolalarimizga D3 vitaminini berib turishimiz kerak. Bolalarim yo yemayman deb отказ qilmasligi uchun ularni halol marmelad ko'rinishlarida beraman. Orada bolalarim qorni ochib qolsa ham mana shunaqa snacklardan foydalanib, ularga perikus uchun beraman. Mazza qilib yeb olishadi. Zo'rmi? Bolalarimga ham berayotgan konfetlarimda gram shakar yo'q, chunki biz amerikanskiy mana bunaqa ledinetslarni zakaz qilganmiz. Bu ledinetslar haqiqiy tabiiy mevali kompotlardan qilingan bo'ladi. Agar siz har xil vitaminlar olishga imkoniyatingiz bo'lmasa, bitta qilib multivitamin olib berishingiz ham mumkin. O'zim va farzandlarim uchun barcha amerikanskiy vitaminlarimni iHerb orqali zakaz qilaman. Agar siz ham farzandlaringiz sog'lig'iga befarq bo'lmasangiz, iHerb prilojeniyasini skачать qilib oling va meni promo-kodimdan foydalanib, birinchi zakazingizga 20%, qayta zakazlaringizga 5% skidkaga ega bo'ling. iHerb bilan zakaz qilish oson, hamyonbop va qulay.